بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Allah subhanahu va taolo ushbu sayyidul ayyom kunini barchamizga barakotli qilgan bo'lsin. Duolarimizni ijobat qilsin, hidoyatdan adashmasin. Islomda farzand tarbiyasi deb nomlanadigan darslarimizni davom etkazamiz. O'tgan darslarimizda birodarlar farzandlarning aqliy tarbiyasi haqida so'z yuritgan edik. Bugun inshaalloh davom etkazgan bo'lamiz. Alloh subhanahu va taolo Qur'onda shunday marhamat qildi: Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Boshqa oyatda hal yastawil ladzina ya'lamuna wallazina la ya'lamun. İnsanlar bir-birlarini ro'parasida turib, biri ikkinchisiga baho berayotgan paytda bir odamni ikkinchi odamdan pastligi yoki balandligini o'lchaydigan o'lchovlari bor. Mana sizlar bilan qilingan suhbatning oxirisida aytilgan, ro'paramizda turgan odamdan pulimiz ko'p bo'lsa, o'zimizni baland deb bilamiz. Mansabimiz balandroq bo'lsa, undan balandroq deb bilamiz. Xullas, insonlar birini ikkinchisidan afzal ekanligini ajratadigan o'zlari qo'yib olgan o'lchovlar bor. Kim kuchli, kim kuchsiz. Kim palonchining bolasi, kim po'kinchining bolasi. Kimi puli bor, kimi puli yo'q. Kimi mahallasi po'kinchi, falon mahallada yashaydi. Ammo Alloh taolo bir bandani ikkinchi bandadan afzalligini belgilaganda, siz bilan biz odamlar o'zimiz qo'yib olgan o'lchovlarda birontasini zikr qilmadi. Nimani zikr qildi? Ilmni. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Alloh taolo sizlardan iymon berilgan va ilm berilgan kishilarning darajasini ko'taradi dedi. Alloh taolo mana shu o'rinda bir kishini ikkinchi kishidan balandligini ilm orqali bo'lishligini aytdi. Boshqa oyatda hal yastawil ladzina ya'lamuna wallazina la ya'lamun. Innama yatazakkaru ulul albab. Bilgan zotlar bilan bilmagan kimsalar barobar bo'lurmi dedi. Demak, siz bilan biz musulmon ota, musulmon ona sifatida farzandlarimizni ilmli bo'lishligiga haris bo'lishligimiz kerak. Biz farzand dunyoga kelgandan keyin uni jismonan sog'lom bo'lishligi uchun hamma sharoitni qoyim qilamiz. Issig'idan, sovuqdan ehtiyot qilamiz, vaqtida bir dorisini beramiz, uxlatamiz, boshqa. Siz bilan bizni qilayotgan hamma ishimiz faqat jismoniy tarbiyasi xolos. Ammo uni ilmiy tarbiyasiga keladigan bo'lsak, bunga beparvo tashab qo'yganmiz. Qad aflahal mu'minun allazina hum fi salatihim khashi'un wallazina hum anil lagwi mu'ridun. Siz bilan bizni ilmdan nima to'sadi? Yoshlar. Hozir nima to'syapti birinchi o'rinda? Haligi doktorlarning nimasi bor? Diagnozni to'g'ri qo'ysang 50% ga davolading deydi. Sizni bezovta qilib turgan shu kasalni sababini bilsa, sababni yo'q qilib qo'ysa, odam yaxshi bo'lib qoladi. Hozir odamlarni, xususan yoshlarni ilmga bo'lgan rag'bati, talabi ozayib ketgan. Chunki ota-onalar o'zlari bu narsaga undayotgani yo'q. Siz bilan bizni ilmdan birodarlar lag'v to'sadi. Lag'v nima? Behuda so'z, behuda o'yin-kulgi, behuda na dinimizga, na oxiratimizga, dunyoyimizga foydasi bo'lmagan narsalar. Alloh taolo aytadi: "Tahqiq mu'minlar najot topdilar." Qaysi mu'minlar? Ular namozlarida xushu bilan turadi. Ular kimlar? Ular lag'vdan yuz o'giradi. Qilayotgan ishingiz, gapirayotgan gapingiz, shug'ullanayotgan mashg'ulotingizni agar yo diningizga, yo oxiratingizga foydasi bo'lmaydigan bo'lsa, bu lag'v deyiladi. 21-asrning vabosi. Bizni tilda chiroyli chiqargan ijtimoiy tarmoqlar. Ukalar, mana shu telefonga mukkasidan ketgan, kompyuterga mukkasidan ketgan odamlarni ilmsiz johil bo'lib qotib qoladigan bo'lsa, bu faqat o'zlarini ayblashligi kerak. Ota-onalar, biz hozir farzandlarni ilmli qilishi haqida dars qilyapmiz. Kompyuterda o'tiribdimi xohlaganicha? Aytgan telefonda berdingizmi? Internet ulab qo'ydingizmi? Bo'ldi. Bu bolangiz ilmli bo'lishini kutmang.
Chunki bu tajribadan o'tgan narsa. Ilmli bo'lishlik. Bu ilm o'rganishlik, birodarlar, siz bilan bizning ixtiyorimizdagi ish emas. Demak, farzandlarimizga ilm bermaslik ham bizning ixtiyorimizdagi ish emas. Xohlasam ilmli qilaman bolamni, xohlamasam ilmli qilmayman degan gap ketmaydi. Chunki payg'ambarimiz sahih hadislarda aytganlar: "Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin va muslimatin." Har bir erkak, ayol musulmonga ilm o'rganishlik farz. Namoz o'qishlik farzmidi? Farz edi. Ilm ham birodarlar farz namozdaqa. Payg'ambarimiz aytadilar: "Fazlul alimi alal abidi ka fazli ala adnakum." Qarang, ilmli odamni islomda qanchalik qadri baland bo'ladi. Olimning dedi Rasululloh, obiddan afzalligi, obid oddiy namozxon, ilmsiz odam, faqat ibodat qiladi. Olimning obiddan afzalligi xuddi mening dedi Rasululloh, sizning eng kichkinangizni oldida afzalligimga o'xshaydi. Rasulullohning martabasi qanchalik u? Rasulullohning eng kichkina sahobasining martabasi qanchalik? Olim bilan obidning o'rtasidagi farq ham shuncha bo'ladi, fazl jihatidan. Bu yerda boy kambag'al, oq qora, boy kambag'al demayapti. Ilm bilan belgilayapti payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam. Alloh taolo, maloikalar, samo ahli odamlarga yaxshilik o'rgatuvchi insonga salovat aytadi. Hatto o'zini kavagida turgan chumoli ham, hatto suvdagi baliqlar ham odamlarga yaxshilikni ta'lim beradigan insonga salovat aytadi, istig'for aytadi. Qurt-qumursqalar, parranda-yu darandalar, suvdagi baliqlar ham ilmli odamni, odamlarga ilm o'rgatayotgan odamga istig'for aytadi, unga salovat aytadi. Endi Alloh taolo va maloikalarning o'zini mana shu mo'min bandaga salovat aytishi tushunarli. Lekin chumoli nima ishi bor degan odam bilan? Chumoli nimaga istig'for aytadi ilmli bo'lgan odamga? Suvdagi baliqlar nima ishi bor? Masalan, ilmsiz bo'lsa, johil bo'lsa, bexabar bo'lsa, inson shariatda man qilingan narsalardan bexabar bo'ladi. Tabiiyki gunoh ma'siyatni ko'p qiladi. Masalan, baliq tutib kelindi, ilmli odam yaxshi biladi. Baliq hali o'lib olmasidan turib, joni chiqmasdan turib, qornini yorib, buni yoqqa solib olmaydi. Lekin mana ko'rasizlar, tirik baliqni shunday solib qo'g'ir ekanini ko'rasizlar. Nimaning alomati bu? G'irt johillikning alomatimi? Yoki chumolini ezib qo'ymaydi musulmon odam o'tib ketyapti, ilmli odam. Chunki buni ezishlik zulmligi, buni ezishlik gunohligini bilgandan keyin ehtiyot bo'ladi. Alloh taolo aytadi Haj surasida: "Wal budna ja'alnaha lakum min sha'airillah lakum fiha khayrun fadhkuru smallohi 'alayha sawafa fa idza wajabat junubuha fakulu minha wat'imul qani' wal mu'tar kazalika sakharnaha lakum la'allakum tashkurun." Baytullohda qurbon qilinadigan tuya mollarni biz sizlar uchun Alloh qonunlaridan qildik. Sizlar uchun ularni qurbon qilishda yaxshilik bordir. Bas ular so'yish uchun tizib qo'yilgan hollarida Allohning nomini zikr qilingiz. Endi qachon yonboshlari bilan tushganlarida, ya'ni so'yilgandan keyin, jon taslim qilinganidan keyin ulardan o'zlaringiz ham yeyaveringlar. Birovdan bir narsa so'ramaydigan qanoatli kishiga va muhtoj tilanchiga ham yediringlar. Joni chiqmasdan turib yemasligimizni Alloh taolo Qur'onda aytayapti. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam oldida bir odam qo'y so'ydi, boshqa qo'ylar ko'rib turgan edi. Boshqa qo'ylarga ko'rsatib so'ydi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam achchig'i kelib, "Buni 2 marta o'ldirmoqchimisan?" dedi nariga turganini. Chunki sherigini so'yilganini ko'rdi, bitta azoblansa, o'zini so'yishiga bir mashaqqat bo'ladi. Ilmli odam, bu narsalardan xabardor bo'lgan odam hatto hayvonga ham zulm qilmaydi. Chumolilar Hatta iza ataw ala wadin naml qalat namlatun ya ayyuhan naml udkhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaymon va junuduhu va hum la yash'urun. Payg'ambarlar qissasidan Sulaymon alayhisolamning qissasiga murojaat qilsak, Sulaymon alayhisolamni askarlari yig'ildi va hayvonlar, insonlar, jinlar hammasi.
Shunda chumolilar yashaydigan bir vodiydan o'tib ketayotganida bir chimali aytdi. To ular chumolilar vodisiga yetgan vaqtlarida bir chumoli, "Ey chumolilar, uyalaringizga kiringlar. Yana Sulaymon va uning lashkarlari o'zlari sezmagan hollarida sizlarni bosib yanchib ketmasinlar." Demak, Sulaymon alayhisalom ezib qo'yishi mumkin, bilmasdan. Qasddan qilmaydi. Chunki bu kishi ilm egasi. Bu narsani mumkin emasligini biladi. Bilmasdan ezib qo'yishi mumkin, lekin qasddan hech qachon qilmaydi. Birodarlar, farzandlarimizni ilmli bo'lishiga haris bo'lishimiz kerak, xuddi ko'zi, qulog'i, oyog'i sog' bo'lishiga haris bo'lganimizdek. Bu yerda har bitta o'tirgan odam, adashmayman, mubolag'a bo'lmaydi. Har bitta odam ilmiy darajasi qanchalik bo'lishidan qat'iy nazar norozi o'zini holatidan. To'g'rimi? Masalan, bu Qur'on yodlamagan bo'lsa, aytadi, "Men Qur'on o'qimagan ekanman" deydi-da, norozi. Bu 5 bora yodlagan bo'lsa, 30 bora emas deb bu norozi bo'ladi. Bu 10 ta hadis yodlagan bo'lsa, "Men 40 ta hadis yodlamadim" deydi. Ilmiy holatidan, ilm darajasidan hech kim rozi emas. Shunday emasmi? Endi ilm darajasi qaysi martabaga yetgan bo'lsa ham, undan norozi ekansiz. Chunki bundan zo'roq bo'lishingiz mumkin edi. Endi umuman ilmdan bexabar qolib ketgan bo'lsangiz-chi? Bu o'tdi ketdi, bu foiz ketdi. Bu xatoni tuzatish mumkinmi? Mumkin. Mana shu avvalgi suhbatlarimizda aytdik, sen ota sifatida o'zing yoshligingda qo'ygan xatolarni farzandingni takrorlamasligiga yetaklasang, farzanding shu xatolarni takrorlamasa, demak sen xatoni tuzatding. Demak, birodarlar, Qur'on yodlamaganimiz bor, diniy bilim o'rganmaganlarimiz bor, din ishlarida savodsiz bo'lganlarimiz bor. Endi harakat qilaylik, farzandimiz agar katta bo'lib qolgan bo'lsa, nabiramiz. Chunki farzand sizning emas, davomchingiz. Siz borib joyingizga yotgan paytingizda mana shu o'rgatgan, siz ta'lim bergan yoki siz sharoit qilib berib o'rgangan ilmdan odamlarga o'rgatar ekan, sizga savob boradi. Ishlatib qo'yib keting bolangizni, nevarangizni o'zingizga. Chunki umr bo'yi shu bolani deb, shu nabirani deb ishladingiz. Endi siz uchun ham ishlasin. Farzand otaning davomchisi. Otasidan keyin bu farzand agar ilm o'rgatilgan bo'lsa, otasiga ham foyda keltiradi, o'ziga ham foyda keltiradi, jamiyatga ham foyda keltiradi. Payg'ambarimiz aytganlar: "Iza mata ibn Adam inqata amaluhu illa min thalath." Odam vafot qilgandan keyin hamma amallar uziladi, faqat 3 tasi uzilmaydi. 3 ta amallardan savob borib turadi. Foydali ilm qoldirgan bo'lsa, sadaqa joriya qoldirgan bo'lsa va uni ortidan haqqiga duo qilib turadigan solih farzand qoldirgan bo'lsa. Qarang, agar siz bolangizga ilm o'rgatib, ilmiy qilib ketadigan bo'lsangiz, u solih farzand birinchidan. Ya'ni ilm o'rgatadigan farzand bo'lsa, mana shu aytilgan narsadan ikkitasi bo'ladi sizniki. Chunki sadaqa joriya qoldirishlik hadisda aytilgan 3-narsa. Bu inson boy badavlat bo'lishligi kerak. Boylik hammaga berilmagan. Modomiki shunday bo'lgandan keyin farzandni solih qilaylik, ilm o'rgataylik. Hamma abadiy yashashni xohlaydi. Bu insonning tabiatida bor narsa. Farzandingizni siz xohlagandek qilib tarbiyalab qoldirib ketayotgan bo'lsangiz, siz o'lganingiz yo'q. Avvalgi darslarimizda aytib o'tdik, Shomdagi masjidlarda, katta jami masjidlardan birini imomi vafot etdi. Uni mana shu ta'ziyasida o'g'li chiqib turib nutq qildi odamlarga. Ya'ni otasini o'rnini egalladi bu bola. Demak, bu ota o'lgani yo'q. Otani ishini davom etkazadigan ilmli bo'lgan solih farzand qoldi, bu ota o'lgani yo'q. O'lding, o'chding bo'lib ketishlikni xohlamasak, farzandlarimizni tarbiyalaylik, ularga ilm o'rgataylik. Islom dini, birodarlar, bu ilmga targ'ib qiladigan din. Hammalarga ma'lum, Qur'onda minglagan oyatlar nozil bo'lgan bo'lsa, Alloh taolaning juda ko'p buyruq qaytarg'ilari nozil bo'lgan bo'lsa, mana shu Alloh taolo buyurgan buyruqlarning eng birinchisi iqro. O'qi. O'qi. Ilmga targ'ib qilishlik bilan boshlandi dinimiz. Mana endi islom dini, musulmonlar
Bu dunyoga nimani taqdim qilishdi? Musulmonlarni olamga ko'rsatgan fazli haqida g'ayridin, ajnabiy olimlarning bir qanchalarini so'zini o'qiymiz. Islom nimani berdi insoniyatga? Musulmonlar Alloh taolo buyurgan birinchi buyruq ilmni mahkam tutishdi. Shuning uchun dunyoning eng peshqadam ummatiga aylanishdi. Bashariyat hali yetmagan cho'qqilarga ko'tarilishdi. Biz hali maqtanib faxrlanib yuramiz-ku. Beruniy, Ibn Sino, Forobiy deb. Bular kim bo'lgan bilasizlarmi? Birinchi o'rinda musulmon bo'lgan. Qur'onni yodlagan bular. 5 mahal namozini o'qigan. Ularni islom olib chiqdi shu martabaga. Islom olib chiqdi. Mana ana shu g'ayridin bo'lgan Yevropalik kishilarning ayrim so'zlari, olimlarning ayrim so'zlari. Ulardan biri shunday deydi. 1000 yil Yevropa islomiy ilmlarga xuddi bir mo'jizaga qaragandek qarab turishadi. Tushunisha olmas edi musulmonlar ilmini. Gollandiyalik olimlardan biri aytadi, Andalusda bironta ham savodsiz kishi yo'q edi. Andalus birodarlar, mana tariximizni o'rganishlikka kirishyapmiz, alhamdulillah, juda ko'pchilik kitob o'qiyapti, izlanyapti, yaxshi. Hozirgi Ispaniyani bir qismini egallagan musulmon mamlakati bo'lgan. Andalusiya deb qo'yadi mana. Hozir borsangiz, o'sha musulmonlar qurgan masjidlar hali ham bor. Yoqingiz o'sha chiroyliligini ko'rib. Andalusda bironta ham savodsiz kishi yo'q edi. Bu vaqtda Yevropada o'qishni va yozishni yoki boshlang'ich ta'limni faqatgina qissis, rohiblar, qissislardan iborat oliy tabaqa kishilargina bilar edi. Andalusda savodsiz odam yo'q edi. Yana bir olim aytadi, Yevropa savodsiz edi. U johillik bilan to'lgan edi. Andalus esa bu vaqtda ilm va saqofat bayrog'ini baland tutgan edi. Yana bir olim aytadi, arablarning hazorati, madaniyatining zavolga uchrashi Ispaniya va Yevropa uchun shumlik bo'ldi. Andalus arablar davrida saodat topgan edi. Arablar ketganidan keyin esa boylik, go'zallik va unumdorlikni o'rnini vayronagarchilik egalladi. Musulmonlarni yetkazib qo'ygan joydan g'arb davom etkizib ketdi. Musulmonlar qolib ketdi. Andalusda musulmon me'morlari qoldirgan imoratlar hali hanuzgacha bor birodarlar. Ularni ko'rib insonning aqli u davrdagi odamlar qilganligini ko'rib turib aqlingiz lol qoladi. Bu musulmonlardan Alloh taolo bu narsani qachon olib qo'ydi? Diniga beparvo bo'lgandan keyin olib qo'ydi. Uzoqqa bormanglar. Mana Turkiyaga, Istanbulga borsanglar, bundan 400 yil, 500 yil burun qurilgan masjidlarni ko'rib turib yoqingizni ushaysiz. Bilmoqchi bo'lsa borib ko'raylik-da. Mana Samarqand, Buxoroga borib qaranglar. Ilm, ma'rifat tushaganda qanaqa bo'lgan odamlar. Hozirgi musulmonlar o'sha musulmonlarning zurriyotlari. Ularda qonida oqqan narsa bizning qonimizda ham bor. Bolalar kitob ushlashni o'rniga sizlar telefonga e'tikof qiladigan bo'lib qoldinglar. Kitob o'qib ilm o'rganishni o'rniga televizor, internet ko'radigan bo'lib qoldinglar. Yana bir olim aytadi, Yevropaning zodagonlari ham ismlarini yozishlikka qiynalayotgan paytda Qurtubadagi yosh bolalar madrasaga borar edilar. Yevropa rohiblari o'zlarining kanisa yozuvlarini noto'g'ri o'qiyotganlarida Qurtuba muallimlari Iskandariyadagi ulkan maktabaga teng keladigan maktabani ta'sis qilishdi. Mana shunday bo'lgan edi musulmonlar. Ilmni hamma narsadan burun qo'yishgan edi. Bilasizlar, ilmsiz hech qaysi ish bo'lmaydi. Islom bu harakat barpo qilishlik dini. Birodarlar, shariatimizda ilmga targ'ib qilinganligidan xabarimiz bor. Qur'ondagi oyatlar bilan, payg'ambarimizning so'zlari bilan ilmga targ'ib qilinganmiz. Mana shu narsaga amal qilinganda musulmonlar peshqadam bo'lishdi. Germaniyalik muallifni Arablarning quyoshi Yevropani yoritmoqda nomli kitobida musulmonlarni g'arb olamiga ko'rsatgan ta'siri haqida so'z ketadi. Musulmonlarning taraqqiyoti hozirgi g'arbning taraqqiyotiga sabab bo'lgan. Musulmonlar shunday yutuqqa erishishiga sabab bo'lgan narsa iymon. Islom din.
Aytdiga, ilm o'rgatishingiz farzandingizga sizni xohishingizdagi ish emas. Birodarlar, islom bu faqat masjidga kirib namoz o'qishlik emas. Islom modda va ruh, din va dunyo va oxirat. Islom bu jamiyatdan ajrab olish, burchakka kirib olish, yalqovlik, yakkalanib olishlik emas. Islom birodarlar harakat, g'ayrat, shijoat ko'rsatishlik. Islom birodarlar insoniyatga saodatni keltiradigan mukammal manhaj. Dengizni nimaligini bilmagan arablar birodarlar ummaviylarning xalifaligi davrida dengizda flot tuzib, dengizda jang qilishdi. Dengizni ham egallashdi. Sahroyilar kema nimaligini bilmagan. Nima bilan erishdi? Ya'ni ilm bilan erishdi. Astagfirullah. Fa iza qudiyatis salatu fantashiru fil ard wabtaghu min fadlillah wadhkurulloha katiran la'allakum tuflihun. Juma surasi. Endi qachon namoz ado qilingach, yerga tarqalib, Allohning fazli marhamatidan rizq-ro'z istayveringlar. Qarang, namoz tugagandan keyin rizqini ista. Ibodatni qilib qo'yib turib, dunyoda ishini qil deyapti. O'zi dunyo ishi, din ishi deyilmaydi musulmonga. O'sha bola chaqani boqaman deb chiqishi ham dinining ishi. Imoratimni bir mustahkam qilib solaman degani ham dinining ishi. Avval namozni o'qib bo'linglar. Namozni o'qib bo'lgandan keyin Allohning fazli bilan rizq talab qilib chiqinglar. Allohni ko'p zikr qilinglar, shoyat najot topursizlar. Dunyoga belib ketgani bir yo'li bizda dunyoga belib ketgan, ibodat bilan ishi yo'q. Ibodatga belgan qarasang, bir yo'l ibodatga belib ketgan, dunyo bilan ishi yo'q. Musulmon odam unaqa ham bo'lmaydi, bunaqa ikkalasini teng ushlaydi. Ikkalasini teng ushlaydi. Islomiy shariat olamga eng sobit, mustahkam qonunlarni beradi. Hozirgi kunda yer yuzida ishlayotgan qonunlar hammasi odamlarning qo'li bilan yozilgan. Va bu qonunlar odamlarning qo'li bilan yozilganligi uchun albatta nuqson kamchiligi to'lib yotibdi. Bir yil to'g'ri kelgan qonuniga keyingi yil popravka kirgizishlik kerak. Qur'on, islom qonunlari birodarlar sobit, o'zgarmaydi. Bir yurtga to'g'ri kelib, ikkinchi yurtga to'g'ri kelmay qolmaydi. Bir zamonga to'g'ri kelib, ikkinchi zamonda eskib qolmaydi. Musulmonlar faqat mana shu Qur'onga amal qilib, ikki dunyoda saodatga erishishlar qoldi o'zlarini. Mana qarang, o'zlarini qo'llari bilan qonun yozib, o'zi xohlagancha yashayotgan xalqlar nima bo'lyapti? Yemirilyapti taydan. Erkak uylanyapti. Nima bu? Nima uchun mana shu bir holatga tushib qoldi ular? Chunki Allohni unutishgan edi. Allohni unutishgan edi. Yer yuzidagi hamma qonunlardan birodarlar islomiy shariat, islomiy qonunlar mukammal, komil. Bu o'zgarmaydi. Qarangda, bundan 1,5 yil burun yashagan odam Qur'on bilan yashasa, saodatli hayot kechirgan, puli bo'lsa ham bo'lmasa ham. Hozirgi kunda ham 1,5 yildan keyin yashayotgan odamga ham Qur'on sunnat bilan yashasa, saodatli yashayveradi. Puli bo'lsa ham bo'lmasa ham. 1,5 yil burun boy badavlat bo'lib turib, Allohning dinidan yuz o'girgan odam badbaxt bo'lgan. Hozir ham xuddi shunaqa bo'ladi. Biz istashimizni hojati yo'q formulani. Qanaqa qilsak zo'r hayot bo'lar ekan deb. Bizning qo'limizda turibdi. Kitob va sunnat. Islom dini birodarlar voqei din. Bu hayot mana vodiyda, din mana vodiyda emas. Bugungi muammoingizni hal qilib beradi. Ertaga chiqishi mumkin bo'lgan muammoingizni ham hal qilib beradi. Musulmonlarda yurtlarda albatta ilm bor, lekin talab, ilmga bo'lgan talab darajasida emas. Ilmni yetarli darajada talab qilmayapmiz. Birodarlar, g'arblik olimlardan biri shunday deydi. Bashariyat, insoniyat. Muhammad alayhisalomdek kishi insoniyatga nisbatlanishidan faxrlanadi. O'zining savodsiz bo'lishiga qaramasdan 14 asr avval shunday qonunlarni olib keldiki, agar biz yevropaliklar 1000 yildan keyin u yetgan cho'qqiga yeta olsak, insonlarning eng baxtlisi bo'lgan bo'lar edik. Bu so'zni kim aytayapti? Vena universitetidagi huquqshunoslik fakultetining dekani aytayapti. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam olib qoldirib ketgan qonun birodarlar turibdi qo'limizda.
o'qib o'rganib amal qilishlik kerak xolos. Islom voqei din. Inson Allohni tanisa, iymoni mustahkam bo'lsa, Alloh buyurgan ishlarni tatbiq qilishlikka shoshiladi. Ilm nima ekan o'rganish? Farz ekan. Bolalarimizga ilm o'rgataylik, birodarlar. Mo'min odam yalqov bo'lmaydi. Burchakka kirib olgan bo'lmaydi yoki faqat o'zi uchun yashamaydi. Hozirgi davrda odamlariga singdirilgan tushuncha o'zing uchun yashasang bo'ldi. O'zing uchun yasha. Birovlar bilan ishing nima? O'zing uchun so'ra. O'zing uchun g'am qil. Qo'shning bilan ishing bo'lmasin. Musulmon odam bunaqa bo'lmaydi. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Musulmon komil musulmon bo'lmaydi toki o'ziga yaxshi ko'rgan narsani birodariga ravo ko'rmagunicha. Siz farzandingizga berishingiz mumkin bo'lgan eng katta narsa birodarlar iymon, tarbiya, ilm. Agar siz zo'r qilib qoldirib ketsangiz bolangizni, uni bolasi ham o'zidek bo'ladi. Natijada kim yutadi? Siz bilan biz yutamiz. Ummat yutadi. Inshaalloh keyingi darslarimizda farzandlarni ilmiy tarbiyasi haqidagi mavzuni davom etkazgan bo'lamiz. Aqulu qawli hada va astagfirulloh li va lakum. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.